ketgan pul qaytishi mumkin, lekin ketgan umr hech qachon qaytmas ekan. Ikkinchisi, inson har kuni Alloh taolo bergan rizqini yeydi, lekin bu yegan rizqi harom bo'lsa, azob bo'ladi. Agar halol bo'lsa, hisob-kitob bo'ladi. Qiyomatda bunga qanday hisob-kitob qilinishligini parvo qilmas ekan. Yeb yotaverar ekan, haloldan yeyish kerak ekan faqat. Uchinchisi, inson har kuni bu dunyodan bir kunlik uzoqlashar ekan, oxiratga bir kunlik yaqinlashar ekan. Va ketgan dunyoga hasrat qilar ekan, lekin yaqinlashayotganiga parvo qilmas ekan. Vaholanki yaqinlashib bir kun kuni bitib o'lgandan keyin rohatda bo'ladimi, azobda bo'ladimi, buni parvo qilmas ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunga duo qilganlar: "Ey Alloh, bizni g'am tashvishimizni faqatgina dunyo qilib qo'ymagin" degan.